avtobus uchun biz taqdim qilayotgan narxlar ana deyarli kopeyka ketsa ham bo'ladi-ku. Sizlar kutgandinglar, biz taqdim etishdan charchamaymiz o'rtoqlar. Mikro avtobus emas, konkret avtobuslarni taqdim qilamiz. Hammaga bilaman, narxlari qiziq, narxlarini birin-ketin tanishtiramiz. Xullas, 15 kishilik 40 ming dollar, 18 kishilik 50 ming dollar. Eng krutoyi bu 60 ming dollar. 60 ming dollar, Bu 20 kishilik. 20 talik 55 ming dollar qilib beramiz. 20 talik 55 ming dollar. Absolutni besprabek mashinalar, faqat ozgina qarovsiz qolgan. Hamma kerakli texnika jihozlari qilib qo'yilgan. Besprabek rostdan bu. Besprabek yangi mashina. Skidka o'rtoqlar, rasprodaja qanaqa qabul qilsanglar qilinglar, narxlari zo'r. Shunisi rasa ko'pchilikka qiziq bo'lsa kerak, narxi 40 ming dollar, 40 ming dollar 15 kishilik. Mana bu yoqda bor, mana bu yoqda. Ventilyatorlari, mana bu yoqda kameralari. Kimdirga qimmat tuyulishi mumkin, lekin ko'chada liboy ko'rib turgan avtobus 200 ming, 250 ming dollardan baland deb eshitganman. Nima deyapsiz? Xuddi shunday. 2022-yil 350 kilometr zapas xodga ega, to'liq elektrovola o'rtoqlar. Xabarlarni eshitdim, benzinlarni chiqarib tashlab, faqat to'qliklarni qoldirishayotgan ekan. Fermer akalarimizga yig'im-terimga kerak bo'ladi. Ayniqsa shu kichkina modellar, qolganda tashkiloti bor, zavodi bor akalarimizga Har qanaqa tashkilot o'ziga pozvolat qila oladi. Xuddi shunday. Foydalaninglar.